hurmatli hamshaharlar, Oltin devor firmasini ishlarini Instagram kanalida ko'rib kuzatib borar edim. Ancha yildan beri yangi uchastka olish niyatim bor edi, olib mana qo'rg'on devorlarini shularning mahsuloti bilan o'rattirdik, zakaz qildik, olib kelish berdi. Mana ishchilari qulaylik tomoni zakaz qilib qo'ysangiz bo'ldi ekan, o'zlari kelib, olib kelib o'rnatib, mana 50 metrdan ziyod joyimiz bor edi. 3 ta odam keldida, mana hozir soat 4 bo'lgani yo'q. Tugatishdi. Har tomonlama qulay ekan. Budjetning tomonidan juda ham qulay, kam chiqib, ham sifatli devorlari mana sifatlari juda ham kelishgan, yoqqan. Uje qo'shnilarimiz qiziqish boshlandi. Bitta kraska qilib qo'ysangiz, ular ko'p nimaga yetadi. G'ishtlardan ko'ra ancha qulay, ham arzon. Sizlarga ham tavsiya qilaman, olinglar, foydalaninglar. Uchastkalarni bejirim jihozlanglar.